Assalomu alaykum. Imtihonga tayyorlanayotganlar, imtihonga bormoqchi bo'lganlar, sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana mashinamiz tupikka kirib kelyapti. Ko'p instruktorlar biz ham eshitamiz, o'zimiz ham shunaqa o'rgatardik. Mana shu fishkaga yelkani to'g'ri qilib olib kelasan, to'xtaysan deb o'rgatishardi. Mana shu fishka imtihon markazida bor edi bunaqa narsa. Yelkaga to'g'ri kelsa, to'g'ri zo'r kirardi garajga. Endi bir 3 kun 4 kun bo'ldi shu narsani olib tashlashgan. Bu narsa yo'q, buni qidirmanglar imtihon markazida. Ko'pchilik qilayotgan xato mana fishka yo'ligi uchun oldidagi palasadan qo'rqib voqli to'xtab oladi. 1 metrdan oshiq joy bor hozir bu yerda. Mana nima xato bo'lishini o'zingizlar ko'rasizlar hozir. Mana bu tomoni o'zi yaqin bo'lib qoldi. Bu degani hozir agar bu bosmasa ham chiqayotganda bosib ketish ehtimoli katta. 80%, 90% o'quvchilar shu xatoni qilishyapti imtihon markazida. Kelsanglar, xudo xolisa, bu yerda qanaqa to'xtatish kerak, qanaqa olib kirish kerak, hammasini tushuntirib o'rgatib beramiz. Mana yaqin kirib to'xtagandan keyin qiladigan xato, hamma qiladigan xato mana rulni bakoy kelganda bo'lsa ham, orqa balon, oq palasani ham, sariqqa ham bosdi, bu 100 ball degani.